Zelenskiy Wildberries omboriga zarba berdi. Moskvada talafotlar ortmoqda. BMT ogohlantirdi. Yer misli ko'rilmagan issiqlik davriga kirmoqda. Buyuk Britaniyada vampir qo'lga olindi. Malika Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladi. Zelenskiy Wildberries omboriga zarba berdi. Moskvada talafotlar ortmoqda. Bugun 4 avgust kuni Rossiyaning Moskva viloyatidagi Chexov shahrida joylashgan Wildberries logistika omboriga dron hujumi amalga oshirildi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, zarba oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, yana 6 kishi turli darajada jarohat olgan. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning ma'lum qilishicha, hujumdan so'ng omborda yirik yong'in kelib chiqqan. Shuningdek, elektr podstansiyasi va ma'muriy bino ham zarar ko'rgan. Yong'in qutqaruv xizmatlari voqea joyida ishlamoqda va yong'in nazorat ostiga olingan. Rasmiylarning bildirishicha, dron parchalari Chexov yaqinidagi Sonichkova qishlog'ida joylashgan xususiy uy va avtomobilga ham zarar yetkazgan. Bundan tashqari, Moskva viloyatining bir nechta tumanlari osmonida ham dronlar aniqlangani sababli havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushirilgan. Hozircha Ukraina tomoni ushbu voqea yuzasidan rasmiy bayonot bermagan. Voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. BMT ogohlantirdi, yer misli ko'rilmagan issiqlik davriga kirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyoni yangi iqlim xavfi haqida ogohlantirdi. Tashkilotga ko'ra, yer sayyorasi misli ko'rilmagan issiqlik davriga kirib bormoqda va kuchayib borayotgan El Nino hodisasi yaqin oylarda yangi harorat rekordlarini keltirib chiqarishi mumkin. BMT bosh kotibi Antonio Guterreshning ta'kidlashicha, dunyo allaqachon rekord darajadagi issiqlik to'lqinlari, yirik o'rmon yong'inlari va okean suvi haroratining keskin oshishini boshdan kechirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu hali faqat boshlanishi. Jahon meteorologiya tashkiloti prognoziga ko'ra, El Nino avgust-oktyabr oylarida yanada kuchayadi. Natijada dunyoning ko'plab hududlarida havo harorati me'yordan yuqori bo'lishi, ayrim mintaqalarda esa qurg'oqchilik, suv toshqinlari va yirik o'rmon yong'inlari xavfi ortishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan BMT hukumatlarni aholini himoya qilish choralarini kuchaytirishga va qazilma yoqilg'iga qaramlikni kamaytirishga chaqirdi. Mutaxassislar esa yaqin oylar iqlim nuqtai nazaridan dunyo uchun muhim sinov bo'lishini ta'kidlamoqda. Buyuk Britaniyada vampir qo'lga olindi. Buyuk Britaniyaning Hempshire grafligida 48 yoshli Benjamin Lewis tergovlar oldiga qo'y va kiyik jasadlarini tashlab kelgani uchun qo'lga olindi. Tergovga ko'ra, u fermerlardan qo'zlarni o'g'irlab, ularni so'ygan va jasadlarni cherkovlar oldida qoldirgan. Ayrim joylarda teskari xoch belgisi va tarok kartalari ham topilgan. Politsiya gumondorni bir necha oy kuzatib, voqea joyidan olingan DNK namunasi orqali aniqlagan. Uning uyidan vampir tasvirlari, marosimlarga oid yozuvlar va qon ichish haqidagi qaydlar topilgan. Psixiatrlar Lewisda jiddiy ruhiy salomatlik muammolari borligini bildirgan. Sud uni diniy adovat asosida qo'rquv uyg'otish va qo'zilarni o'g'irlashda aybdor deb topib, majburiy davolanish uchun ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborish haqida qaror chiqardi. Malika Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladi. Daniya qirollik oilasining 19 yoshli malikasi Izabella rasman harbiy xizmatni boshladi. U Slagesi shahri yaqinidagi gvardiya gusarlar polkiga qo'shildi va kelgusi 11 oy davomida harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. Qirollik saroyi ma'lumotlariga ko'ra, malika xizmat davomida harbiy xizmatchilarga beriladigan maosh va boshqa to'lovlarni olishdan voz kechgan. Avvalroq uning akasi taxt vorisi shahzoda Kristian ham aynan shu harbiy qismda xizmat qilgan edi. Daniya 2024-yilda harbiy xizmat tizimini isloh qilgan. Yangi tartibga ko'ra, xizmat muddati 4 oydan 11 oyga uzaytirildi. Ayollar ham majburiy harbiy xizmat tizimiga kiritildi. Hukumat 2033-yilga borib har yili xizmatga chaqiriladiganlar sonini 7,5 ming nafarga yetkazishni rejalashtirmoqda. Malika Izabellaning armiyaga qo'shilishi mamlakatda harbiy xizmatning barcha fuqarolar uchun birdek muhim ekanini ko'rsatuvchi ramziy qadam sifatida baholanmoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.